Xo'p, assalomu alaykum hammaga. Bugun market struktura ikkinchi qism. Market struktura o'tgan videomizda ko'rib chiqqanidek, 3 xil struktura bozorni tushuvchi holati, bozorni o'suvchi holati, bozorni range yo'q holati. Qaysidir narx diapazon ichida range'da qolib ketishi. Xo'p, o'suvchi holatida bozor tushuvchi holatidan kelsak, tushuvchi holatda oxirgi maksimum buzilmagan holatda, oxirgi minimum aniqlab olinadi. Oxirgi maksimum buzilmagan holatda bozor korreksiyaga o'tsa, maksimum yangilamay, o'zidan oldingi minimum yangilashi kerak bo'lar edi. Xuddi shu holat o'zidan oldingi minimum yangilagandan keyin qaysidir bir narxga kelgan holatida oxirgi minimum, oxirgi maksimum momentum yasalgan maksimum minimumga ko'chadi. Ya'ni bizada fokusimiz qaratishimiz kerak bo'lgan maksimum bu, fokusimiz qaratishimiz kerak bo'lgan minimum bu. Bozor korreksiyaga o'tsa, maksimum yangilanmagan holatda minimum yangilanishi kerak edi. O'suvchi holatda xuddi shuni naboroti minimum yangilanmasligi kerak. Range yo'q holatda biz ikki xil savdoga kirgan edik. Ya'ni o'tirgan, ya'ni pozitsiya qarab, grafik kartinka qaysi time frame'da qarab tursak, xuddi shu kartinkani, ya'ni xuddi shu grafikni misol H1 da qarab tursak, M5 time frame, M15 time frame или M1 time frame'da bozor o'suvchi ili tushuvchi struktura shakllantiradi. Ya'ni xuddi shu o'suvchi struktura lower time frame'da, ya'ni kichkina time frame'da xuddi shunday informatsiya bilan chiqishi mumkin. Bu formatsiyada bizlar nechta savdoga kirishni bilamiz. Tushuvchi korreksiyasida, tushuvchi tendensiyada esa xuddi shunday formatsiya shakllantirishi mumkin kichkina time frame'da. Bu formatsiyada ham, bu kartinkada ham biza sell pozitsiya qaysi tartibda kelishini bilamiz. Shundan gap chiqib, range yo'q holatida ham savdo etsak bo'ladi, lekin sal pozitsiyamiz aniqroq savdoga kirishimiz uchun sal uzoqroqdan qarashimiz kerak. Bu nima degani? Bozorni xuddi shu range yo'q holati bozorni qaysi qismida uchraydi. Misol, tushuvchi trend kelib sal o'zgartiramiz. Ya'ni xuddi shu range yo'q holati bozorni qaysi qismida uchraydi. Ya'ni o'suvchi struktura korreksiya berib, bozor range yo'q holatda qolib ketgan bo'lsa, bu bizara sell pozitsiya. Misol, agar sell trendda bo'lsa, sell pozitsiya kirish kerakligini bildiradi. Ya'ni qaysidir tasdiq olib turib pozitsiya kirsak, asosiy yurish baribir sell bo'lib qoladi. Xuddi shu o'rgangan mavzumuzni, ya'ni range yo'q holatdan qaysi tartibda chiqib ketish bo'ladi bu. Uzoqroqdan qarasak, asosiy trend sell bo'lgani hisobidan asosiy pozitsiyamiz sell qarashimiz kerak. Endi xuddi shu o'rgangan mavzumuzni birinchi qismini o'rgangan narsamizni bugun sal mukammallashtiramiz. Bozorda o'suvchi trend shakllangan. Misol uchun, bu bizani kitobiy как обучающий strukturamiz, lekin bozorning strukturasi umuman boshqacharoq bo'ladi. Ya'ni oxirgi minimum, oxirgi maksimum shakllanadi. Bozor korreksiyaga o'tib, qaysidir narx diapazonga kelsa, o'zidan oldingi highni, ya'ni oxirgi maksimum yangilashga harakat o'tadi. Maksimum yangilamagan holatda minimum yangilab qo'yadi. Keyinchalik asosiy maksimum yangilaydi. Bu yerda bundan keyingi formatsiyadan o'zi qarab ketishimiz kerak bo'ladi. Oxirgi minimum, oxirgi maksimum bu bo'ladigan bo'lsa, oxirgi minimum, oxirgi maksimum bozor qaysi narx diapazondan beri kelib asosiy yurishi o'tib turib, lekin o'zining oldingi maksimum yangilab bilmay, o'zining oldingi minimum yangilab qo'ysa, bu sell trend sellda o'zgardi degani emas. Oxirgi основной minimumimiz xuddi shu minimum bo'ladi. Xuddi shu minimum yechilsa, biza sell pozitsiya qaraymiz. Yechilmagan holatda bozor chuqurroq korreksiyaga o'tib, minimum yangilamay maksimum yangilab ketsa, bizada bozor prosta chuqurroq korreksiyaga o'tgan bo'ladi. Bu yerdagi formatsiyalar esa bizara как pastdagi xuddi shu chiqishdagi ichki likvidlarni yechish uchun tushgan bo'ladi. Ya'ni chuqurroq korreksiyaga o'tgan bo'ladi deb qarasak bo'ladi. Birinchi holati oxirgi minimum, oxirgi maksimum bozor korreksiyaga o'tdi, yo'nalishini davom ettirdi. Keyingisi
oxirgi minimum, oxirgi maksimum ichidagi eng past chuqurlik bu. Shundan gap chiqib bizada undan keyingi momentum yasalgan minimum xuddi shu minimum bo'ladi. Bu emas, bu eng past chuqurlikni minimum deb olamiz. Bozor o'zidan oldingi maksimum yangilab qo'yib pastga korreksiyaga o'tadigan bo'lsa, xuddi shu yerdan xuddi shu formasi chuqur korreksiyaga o'tgandan keyin biza maksimum tasdiqlandi deb qaraydigan bo'lsak, xuddi shu yerdan pay-payga girsak, bozor ma'lum miqdorda yuridan o'zidan oldingi maksimum yangilamayotgan holatda bu yerdan pay-payga kirib qo'ygan bo'lsak, galtib bay pozitsiyamizni minusoviy holatga olib keldi. Ya'ni minusoviy holatga tushdi. Bu yerda bizning asosiy stopimiz, asosiy stop loss zonamiz xuddi shu bo'ladi. Xuddi shu asosiy minimum yangilansa, bozor strukturasi selda o'zgaradi. Shungacha biza selda emas, bay pozitsiya qarashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni uni ichida yasalgan minimum maksimumlar bizlar asosiy minimum, asosiy maksimum bo'lmaydi. Bugungi mavzu asosiy high, asosiy low, ya'ni asosiy minimum, asosiy maksimum, asosiy high ili asosiy low shakllanishi. Buni biza swing low, swing high deb qarasak ham bo'ladi. Swing low, swing high, ya'ni asosiy minimum, asosiy maksimum. Bu yerdagi holati qaranglar. O'chiramiz. Xuddi shu formatsiya. Bu yerdagi holatida bizada asosiy minimumimiz bu, asosiy maksimumimiz qaysidir bir narxga borib korreksiyaga o'tsa, bu yerdagi shakllangan maksimum bo'lib qoladi. Uni ichindagi maksimum minimumlar bu bizani asosiy yurishni shakllantirish uchun kerak bo'ladigan tendensiyalar, ya'ni xuddi shu yurish asosiy yurish bo'ladigan bo'lsa, bu asosiy yurishga o'tish uchun bizga nechtadir bir tendensiyalar kerak bo'ladi. Xuddi shu tendensiyalar bizda asosiy yurish emas, internal struktura yasalishi, ya'ni kichkina time frame'dagi maksimum minimumlar deb qaraymiz. Bular prosta tendensiya bo'lib qoladi. Xuddi shu tendensiyalar shakllangandan keyin bozor asosiy yurish o'tadi. Uning ichidagi minimum maksimumlar bizga internal strukturaning minimum maksimumlari bo'lib qoladi. Qachon biz asosiy maksimum, asosiy minimum deb belgilab olib bilamiz? O'zidan oldingi maksimumni yangilab qo'ysa bozor, ya'ni o'zidan oldingi maksimumni yangilasa, bizda asosiy minimum shakllanadi. O'zidan oldingi maksimumni yangilamin turib, misol xuddi shu diapazonda minimum shakllandi-da, o'zidan oldingi maksimumni yangilamin, qasa korreksiyaga o'tib ketib, keyin hayni yangilab qo'ysa, bizda asosiy minimumimiz xuddi shu minimum bo'ladi. Ya'ni qizil bilan belgilab qo'yamiz buni. Asosiy minimum pastda joylashgan bo'ladi. Bu emas. Agar birinchi chizgan bo'yicha yuradigan bo'lsa bozor, xuddi shu minimum asosiy minimum bo'lib qoladi. Ya'ni oxirgi minimum, oxirgi maksimum ichidagi eng past chuqurlik asosiy minimum bo'ladi. Bu birinchi ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa edi. Ikkinchisi biza xuddi shu instrument, korobka Ganna deydi. Xuddi shu instrumentni nastroykasini to'g'rilab olishimiz kerak. Stil bo'limini o'tib turib 0, 05 и 1 xuddi shu rullarni yoqib olsak bo'ldi. Bizada Gannani oxirgi yasalgan minimumdan oxirgi yasalgan maksimumga tortiladi. Bozor 50% test etgandan keyin buy pozitsiya qarashimiz kerak. Bu Ganna instrumenti premium discountni, ya'ni narxni 2 ga bo'lib beradi. Asosiy struktura minimum maksimumni 2 ga bo'lib beradi. Buy girishimiz uchun, sell girishimiz uchun zonalari 50% dan balanti deb turadi. 50% dan balanti bizga premium narx bo'ladi. Ya'ni premium qimmat deb qarasak bo'ladi. 50% dan pasti discount. Bu arzon. Bu nimani bildiradi? 50% dan pasti discount bo'ladi. Bu bizga misol boy bir narsa 100 ming so'mlik narsani misol bozorda hozirgi narxi 100 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, biza 50% dan
ya'ni 50 ming so'mdan nodonni sotib oladigan bo'lsak, 100 ming so'mgacha birga bir ishlasak bo'ladi. Ya'ni 50 ming so'mlik mahsulotimizni 100 ming so'mdan sotsak, 50 ming so'm pribul aytamiz. Biza 50% dan pastroq, ya'ni arzonroq diskount bahoda sotib oladigan bo'lsak, 100 ming so'mgacha ko'proq pribul aytib olsak bo'ladi. Selda esa xuddi shuni naboroti. Nechali balandroq narxda sotib olsak, 0 so'mga, ya'ni pastroqqa tushadigan bo'lsa, esa ko'proq pribul aytib olsak bo'ladi. Shuning uchun biza buy girjak vaqtimiz buy pozitsiyada bo'lsa, sell pozitsiya girjak bo'lsak, premium zonaga chiqqanda nechali daparaqdan pozitsiya olsak, shunchalik biza ko'proq pribul aytsak bo'ladi. Buy pozitsiya bo'lsa, diskountga, ya'ni chuqurroq korreksiyaga, chuqurroq pastga korreksiya o'tishini kutishimiz kerak bo'ladi. Bozorning bu yerdagi holati, Ganna instrumenti oxirgi minimum, oxirgi maksimumga tortiladi. Bozor bistaroq joyatamiz. Bozor xuddi shu minimumni asosiy minimum deb qaraydigan bo'lsak, asosiy minimum shakllantirdi, korreksiyaga o'tdi. Xuddi shu korreksiyaga o'tish jarayonida biz pozitsiyaga girib savdo etishimiz kerak. Savdo etish uchun Ganna instrumentini tortamiz. Gannadan foydalangan holatda 50% 50% dan pastroqdan pozitsiya ochishimiz kerak. Bozor biz kutgandan 50% korreksiyaga o'tdi. O'zini yo'nalishini davom ettirdi. Xuddi shu holatda biza 50% dan 50% pastidan pozitsiya ochishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda asosiy minimum, asosiy maksimum. 50% tushgani uchun bu yerda asosiy minimum, o'zlarining maksimum yangilagani uchun asosiy minimum shakllanadi. Bozor qaysidir narxga borib pastda korreksiyaga o'tsa, asosiy maksimum shakllanadi. Lekin yana nodir ko'rsamiz hozir. Asosiy maksimum shakllanadi. Asosiy maksimum shakllanishi uchun biz Gannani asosiy maksimum, asosiy minimumga tortgan vaqti bozorning korreksiyasi, xuddi shu korreksiya 50% ga tushishi kerak. 50% ila 50% dan pastroqqa tushishi kerak. 50% tushmay bozor yo'nalishini davom ettirsa, bu yerda bizda asosiy maksimum shakllanmaydi. Bu yerdagi internal struktura bo'ladi bizda. Ya'ni kichkina time frame'dagi struktura maksimumi, kichkina time frame'dagi strukturani minimum bo'ladi. Ya'ni bu impulsivniy diviziyadadan keyin bozor kichkina korreksiyaga o'tsa, 50% tushmay kichkina korreksiyaga o'tadigan bo'lsa, bizda internal strukturani maksimumi, internal strukturani minimum bo'ladi. Bozor qaysidir narxga borib pastda korreksiyaga o'tadigan bo'lsa, xuddi shu joyda biz ikki xil pozitsiya ochamiz. Yo'nalish buy, qaranglar. Birinchi pozitsiya usuli internal degan ichki struktura. Ichki struktura bilan degani qaysi? Bozor o'chirib turamiz. Internal struktura maksimum go'k bilan belgilagan ham ichki struktura bo'lib turibdi. Qizil bilan belgilagan ham asosiy struktura. Internal struktura maksimumi, minimumi internal strukturani maksimumi. Hozircha biza internal strukturaga Ganna tortamiz. Ya'ni 50%. Internal strukturani minimum, internal struktura maksimum. 50% dan pastga tushgan holatida men buy pozitsiya qarashim kerak bo'ladi. Stop lossim minimumda, take profitim maksimumda bo'ladi. Tushundingizmi? 50% dan pastga tushgandan keyin men buy pozitsiya qarayman. Birinchi savdo usuli bo'yicha agar 50% dan pastga tushib bozor bizani ochgan pozitsiyamizni hurmat etgan holatda yo'nalishini davom ettirsa, bu yerda bizada yana bir internal strukturani minimumi shakllanadi. Agar bizani minimum shakllantirgandan keyin bozor yana ham qaysidir bir maksimumdagi narxga borib pastga korreksiyaga o'tsa, yana ham xuddi shu holat ichki struktura bilan savdo qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni ichki strukturani maksimumni shakllantirgan bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shunday holat. Oxirgi yasalgan minimum, oxirgi yasalgan maksimumga Ganna tortib 50% dan pastga tushgan holatida men buy pozitsiya qarashim kerak bo'ladi. Buy pozitsiya tomon stop lossim oxirgi minimumda, target zonam oxirgi maksimum bo'ladi. Bozor agar meni
Otgan pozitsiyamni hurmat etib, yo'nalishni davom ettirib, o'zlariga maksimum yangilasa zo'r. Ya'ni ichki struktura bilan savdoga ketaman, lekin hamma narsa vaqtincha biz ishlatadigan strategiyamiz ham o'zgarib turadi. Bozor o'zgaruvchan, bozor sikli ishni yuriydi. Hozir struktura zo'r shakllansa, ayrim vaqtlar impulsivniy shakllanadi. Ayrim vaqtlar xuddi shu shakllantirib turgan struktura diapazoni katta bo'lishi mumkin. Misol, ayrim vaqtlar 10 punktda shakllansa, struktura 100 punktda shakllansa, ayrim vaqtlar shu 40 50 punktda tushib qolishi mumkin. Ya'ni buni hurmat etmagan holatda bozor pastda tushib ketishi mumkin. Pastda stop lossimizni, ya'ni stop loss berda intrayotgan bo'lsak, pozitsiyamizni minusoviy holat, ya'ni stop lossni oldi. Stop loss olgan holatda biz ishlatishimiz kerak bo'ladi. Endi biz gannani oxirgi asosiy minimumdan asosiy maksimumga tortamiz. Ya'ni xuddi shu asosiy trend shakllanadi bu yerda. Endi bu yerdagi holati bizada asosiy maksimum shakllangan bo'ladi. Uning ichidagi tendensiyalar internal struktura buzilishi oxirgi minimumni ichki strukturadagi oxirgi minimum buzilishi sabab bo'lgan maksimum asosiy maksimum, ya'ni swing strukturani high qismi bo'ladi. Internal swing strukturani minimumi, swing strukturani maksimumi. Endi biz xuddi shu diapazon ichidan buy pozitsiya qilamiz. Qaranglar. Bu diapazondan ham asos kichkina strukturani minimumi, kichkina struktura maksimum ichidan buy qaradik. Bu stop loss olgandan keyin biz asosiy strukturani minimumi, asosiy struktura maksimumini 50% dan past qismidan buy pozitsiya qilamiz. Baribir yo'nalish o'zgarmadi, buydamiz. Pastga tushib razvorot bersa, biz asosiy strukturaga qo'shilgan holatda yana ham yo'nalishimizni davom ettiramiz. Ya'ni asosiy strukturani minimumi va maksimum. Asosiy strukturani minimum, maksimum bo'lib qoladi. Xo'p. Agar ikkinchi holati bizda shunda asosiy struktura bilan ekan. Swing deb olamiz. Swing ikkinchisi swing struktura bilan, ya'ni bu yerda buy pozitsiyamiz topiladigan bo'lsa, swing low, swing high ni belgilab olib turib, korreksiyaga o'tsa 50% dan pastdan buy pozitsiya qilamiz. Agar hurmat etmasana, bo'lishi mumkin. Bozor 50% dan pastga tushdi. 50% dan pastga tushib, ma'lum miqdorda korreksiya berdidan yana yo'nalishni davom ettirib, asosiy low yechilib qo'ysa, ya'ni swing low yangilansa, biz endi trend o'zgardi deb turib, sell pozitsiya qilamiz. Ya'ni o'zgartirish aytamiz. Asosiy maksimum bozor qaysidir narxdan korreksiyaga o'tadigan bo'lsa, swing low 50% dan balandidan sell pozitsiya qilishimiz kerak bo'ladi. Bozor logikasi shunday. Uni ichindagi yasalgan minimum, maksimumlar internal struktura, ya'ni ichki fake движение deb qarasak ham bo'ladi. Bu yerdagi holatda internal struktura bilan pozitsiyaga kirishadi. Bu esa asosiy strukturani minimum maksimum belgilandi. Bozor korreksiyaga o'tsa, asosiy minimum buzilmagan holatda asosiy maksimum pozitsiyaga qo'shilib olish bo'ladi. Asosiy fokusimiz shu narsaga qaratilishi kerak, ya'ni asosiy struktura bilan asosiy internal strukturani chalkashtirmasligimiz kerak. Grafikda ko'radigan bo'lsak, любой joy, misol struktura zo'r shakllangan joylari ko'p. Birinchi ko'z nuriga yetib olish uchun struktura zo'r shakllangan joylardan qarab boshlashimiz kerak bo'ladi. Qaranglar, grafikni uzoqroqdan qarasak ham bizda swing high, swing low, bozor korreksiyaga o'tgan, swing high berni ham olsak bo'ladi, lekin swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low. Bu yerdagi holat qaranglar. Hammasi oxirgi maksimum, oxirgi minimum 50% da test etgan, oxirgi maksimum, oxirgi minimum 50% dan test etgan, oxirgi maksimum, oxirgi minimum menimcha 50% da test etgan, oxirgi maksimum, oxirgi minimum 50% da test etib yo'nalishini davom ettirgan.
xuddi shu holati hozir ko'ramiz. Oxirgi maksimum bozor korreksiyaga o'tdi, oxirgi minimum 50% test etmadi. Bu yerda biz ishlatishimiz kerak. Buni internal strukturani minimumi. Mana maksimum. Bu yerda internal strukturani minimumi deb belgilab, internal struktura bilan savdo aytib ketishimiz kerak bo'ladi. Qaranglar. Oxirgi maksimum, oxirgi minimum 50% da korreksiyaga o'tdi. Xuddi shu yerdan pozitsiya girsak, endi bu yerni internal struktura bilan giradi. Internal struktura maksimumi, internal strukturani minimum korreksiyaga o'tdi. Chut yetming qolgan. Bu bo'yicha hali to'liqroq dolduramiz minimum fazalarni. Bozor impuls движение o'tgandan keyin minimum fazalarni ham ko'rib chiqamiz. Hozircha belgilab turamiz. Chut yetmagan maksimum. Banda sekin. Maksimum shu blow yasab, oxirgi maksimum yasab, yo'nalishni davom ettirdi. Oxirgi minimum 50% korreksiyaga o'tdi. Oxirgi minimum, oxirgi maksimum. O'zidan oldingi maksimum buzilishi. Ya'ni banda endi biza buy. Maksimum, minimum. Qaranglar bu yerda. Bozor yurib, maksimum yasadi, minimum yasab, yo'nalishni davom ettirdi. Bu yerdagi xuddi men aytgandek holat. Qaranglar, mana o'chirib turamiz. Oxirgi minimumimiz, eng oxirgi minimumimiz bu edi. Eng oxirgi maksimumimiz bu. Yani xuddi shu yerda yasalgan hay. Bozor pastga korreksiyaga o'tdi. Korreksiyaga o'tgan holatda chuqur korreksiyaga o'tib, yo'nalishni davom ettirib, o'zidan oldingi maksimumga yetmagan holatda, ya'ni maksimumga yetmagan holatda, o'zidan oldingi biza pozitsiyaga qo'shilgan minimumga chiqib qo'ydi. Bu yerda hech qanday struktura o'zgarmadi. Просто liquid manipulyatsiya bo'ldi deb qarasak ham bo'ladi. Bu yerda o'zidan oldingi minimumni yetdi, lekin bizani stop lossimiz asosiy lowda bo'lganini hisoblanib, biz stop loss olmaymiz. Minus o'tib turib, baribir yo'nalishni davom ettiradi. Bu yerda bizada strukturamiz minimum, maksimum. Ganna tortib ko'ramiz. Menimcha 50% test etmagan, bozor internal struktura bilan ketib qoldi. O'zidan oldingi maksimumni yangiladi. Endi qaranglar. Ayrim vaqtlar bozor oxirgi maksimum, oxirgi minimum 50% test etadi. Oxirgi maksimum, oxirgi minimum 50% test etadi. Ayrim vaqtlar test etmay qoladi. Biz internal struktura bilan davom ettirdik. Internal struktura bo'yicha ma'lum bir sikl xuddi shu zonaga o'zini kuchini ko'rsatib keldi. Bu yerda o'zi buni ham asosiy struktura deb qarasak bo'ladi. Buni ham asosiy struktura deb qarasak bo'ladi. Bu yerdagi diapazon misol 60 punkt ichida yasalgan bo'lsa, bu yerdagi diapazon 40 punktga tushib qoldi, lekin asosiy struktura shakllandi. Bu yerda esa bozor impulsiv fazaga o'tdi. Korreksiyaga, chuqur korreksiyaga o'tmagan holatda o'zini dapadagi targetlarni intildi. Qaranglar bu yerda. Bozor oxirgi low yasadi, oxirgi high yasadi. 50% ga korreksiyaga o'tmagan holatda ikkinchi marta. Bu yerda oxirgi minimum oxirgi maksimum deb belgilagan olsak 50% korreksiyaga o'tmay yo'nalishni davom ettirib ketdi. Bu yerda internal minimum, internal maksimum, ya'ni ichki struktura shakllanib boshladi. Bu yerda ham gandan 50% o'tadi olsak, qaysidir bir narxga borib pastga korreksiyaga o'tdi, lekin 50% tushmadi. Bu yerdagi holatidan biz pozitsiyaga girib bilmaymiz. Undan keyingisi bozor pastga tushdi, internal struktura bilan ketib turibdi. Minimumi, bozorning maksimumi. Ya'ni shu yerda biz endi pozitsiyaga qo'shilsak bo'ladi. 50% dan pastga korreksiyaga o'tib, yo'nalishni davom ettirdi. Endi qaranglar. Xuddi men aytganday narsa. Bozor internal strukturani minimumini shakllantirib, qaysidir bir narxga borgandan keyin maksimum shakllantirdi, pastga korreksiyaga o'tdi. Xuddi shu korreksiyaga o'tgan vaqtda biz oxirgi birinchi savdo usulida, ya'ni buy bo'lsa, oxirgi minimum, oxirgi maksimumga ganna tortib 50% dan pastdan buy pozitsiyaga girishimiz kerak edi. 50% dan pastdan buy pozitsiyaga girdik, kelib stop lossimizni oldi. Bu yerdagi holati bozor 50% korreksiyaga o'tmagan uchun, ya'ni oxirgi minimum, oxirgi maksimumni asosiy strukturani low deb qaraydigan bo'lsak, o'zi bu ham 50% korreksiyaga o'tmagan, buni olishimiz kerak. Lekin tushunishdagiz uchun tushuntirjayman.
asosiy minimum deb qaraydigan bo'lsam, bozor impulsivniy korreksiyaga o'tgandan keyin internal struktura bilan xuddi shu diapazonda men internal struktura orqali savdo etdim. Bozor internal strukturani hurmat etmadan chuqurroq korreksiyaga o'tdi. Korreksiyaga o'tganini hisobini men buni asosiy struktura yasaldi deb turib, asosiy minimum, asosiy maksimum deb belgilab oldim. Asosiy minimumdan asosiy maksimumga tortib 50% ni pastidan tushishini kutib, 50% pastidan bypassga qarayman. Bu yerda asosiy struktura shakllanib boshlaydi. Asosiy minimum asosiy maksimum. Bu yerdagi holat ham qaranglar. Bozor yurib o'zidan oldingi highni, ya'ni maksimum yetmagan holatda pastga korreksiyaga o'tgan. Bu yerda internal struktura, ya'ni ichki struktura shakllanishi bo'lib qoladi. Xo'p, bundan keyingi holatlarni ham xuddi shunday maksimum, minimum 50% test etgan holati, test etmagan holati. Sal grafikni uzoqroqdan qarasak, struktura o'zi chiroyli ko'rsanib keladi. Asosiy minimumlari, asosiy maksimumlari, asosiy minimum, asosiy maksimum. O'zidan oldingi maksimumni yechib, pastga tushib ketishi, bozor yana internal struktura yasab, o'zidan oldingi qaysidir maksimum yechib, yana pastga tushib ketishini keyingi videolarda asta-sekin ko'rib boramiz. Hozircha sal soddaroq grafikni qarasa, misol strukturani o'zi birinchi videomizda yodlaringizda bo'lsa, strukturani minimum maksimum belgilab turib, любой joyda enter etish kerak edi. Endi любой joyda emas, minimum maksimum belgilansa 50% dan pastdan. Keyin entry modellarni ko'rib chiqamiz, levellarni ko'rib chiqamiz, asta-sekin ko'rib boramiz. Tushunmagan yerlaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Hammaga birinchi videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, ikkinchi videomiz ham foydali bo'ldi degan umiddaman. Xato kamchiliklar bo'lsa, yo tushunmagan joylaringiz bo'lsa, grafikdagi bunga o'xshash o'zlarining maksimum yechib qo'yishlari xuddi shunday holatlarga tushunmay qolsangizlar, uni qistonmang, asta-sekinlik bilan o'rganib boramiz. Ya'ni likvidность temalari bor, levellar bor, entry modellari bor, qachon pozitsiyaga girish kerak, struktura qachon razворот etadi, qachon razворот etishini kutish kerak. Hamma narsani asta-sekin shu YouTube kanali orqali o'rgatib boramiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishdan chiqmasin. Hammaga rahmat.